Xudojon, kad olib keldim sizga. Qanaqami endi shu xudo? Siz bir reaksiyangizni ko'rdik-da endi. Reaksiya ko'riladi. Shu beqiliq ishlaringizni yig'ishtiring. O'ylasizda o'yladim-da. Ha? Yo'q. Ana bu kadini sizga olib keldim. Bachalar bilan mantiq qilib yeysiz. Oling. Ana choy iching qani, xudo. Issiqqina. Nima rangi buni neti? Shifobaxsh bu, har xil dorilar qo'shilgan. Inson tanasiga foydali. Iching. Aya, endi shifo baxsh ekan birinchi o'zingiz ichib ko'rsiting xudo. Qo'rqyapsizmi yo? Ha, endi reaksiyamni tekshirishsin. Ha, bo'ldi, tushundim men. Ha, ana endi ichsam bo'ladi. Zahar bor, bo'ldingiz. Men ham ichmagandim. Biz bitta kuchuk oldik. Ana opa, ko'ryapsizmi? Kichkinagina. Shuni bir pachalisizmi? Yo'q. Xudo kerak. O'zi yuvosh u. Tishlaydi xudo. Tishlamaydi, yuvoshgina. Yo'q xudo. Men aytib qo'yganman, tishlama deb. Tishlamaymi? Yo'q. Yuz, nima? Dili khoni, O'tmagan bo'ldim. Yasakkina. Sal qoldi tishlaydi, aytsangiz buni. Aytdim-ku. Iching yurak, zatak, iching. Iching qani? Yurak yaqtak bo'ladimi? Yana shu zahar choydan berib. Bu, bu. Nima xudo? O'yga ketaman. Qizingiz ovqat qilyapti. Ovqat ham yedim, choy ham ichdim, rahmat sizga. 3 yil bo'ldi xudo bo'lganmiz. 3 yildan men mendan qutulish harakat etasiz xudo. Kechirasiz xudo, mendan o'tdi ozgina. Endi hayot sinovlariga tayyormisiz, yo'qmisiz deb. Tayyorman xudo, meni sinamang, men tayyorman. Yaxshi yashasak bo'ladi-ku, bir inoq bilib, bir. Ey, bo'ldi xudo, kechirasiz. Qaytib sizga tuzoq qo'ymayman, o'ldirish harakat qilmayman xudo. Keling bitta. Xudo. Endi yaxshi yashaylik. Men olib kelgan kadidan kadi mayda qilib yeng. Mantiq qilib yesangiz ham zo'r bo'ladi. U bir xislatli kadida u. Bo'ldi xudo, rahmat. Xo'p. Tuzoq anam bunday bo'ladi xudo.